Xalqimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Jizzaxda yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan haydovchiga sud hukmi o'qildi. Hozir shu haqda. Har bir kasbda etika, estetika va tartib qoidalar bo'lgani kabi haydovchilarning o'z kasbiy madaniyati mavjuddir. Haydovchilarning madaniyati esa o'z navbatida yo'l harakati qoidalariga amal qilish orqali namoyon bo'ladi. Yo'l harakati qoidalarini qasddan buzib, o'z harakatlarini ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilayotgan haydovchilarni qanday atash mumkin? Jizzax shahri markazidagi avtoturargohlardan birida o'zi va o'zgalarning hayotiga xavf solib, drift qilgan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha Jizzax shahar sudida sud ishi ko'rib chiqildi. Sud materiallarida to'plangan dalillarga ko'ra haydovchi turli avto avariya holatlarini keltirib chiqaruvchi bir nechta xavfli driftlarni amalga oshirib, yo'l bezoriligini sodir etgan. Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'ldi. Haydovchining sudda bergan ko'rsatmasiga asosan qilgan ishidan pushaymonligini aytdi. Video 13 yanvarda tarqab ketganda, men o'zim profilimni taqamagan. Ular sen qilsan, birovlar olib tarqatishib olganda. Nima bo'lgan edi? Xorda shu drift qilganda, xorda. Xo'p. Biz degan jarima qo'llashini o'z bilmasdim-da. Nima maqsadda qildingiz drift? Endi shu yoshlik qo'yganman-da. Aybga iqrorsiz-da? Xormaydim. Pushaymonmisiz? Pushaymonman. Shu o'rinda aytish joizki, so'nggi vaqtlarda yosh haydovchilar tomonidan yo'l harakati qoidalarini mensimasdan, qasddan buzish holatlari uchrayotgani achinarli albatta. Bugungi sud ishida ham haydovchi o'zi bilib bilmay qilgan xatosidan afsusda. Biroq o'zi va o'zgalar hayotiga xavf soluvchi holatlarni sodir etish belgilangan tartibda javobgarlikka tortiladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-prim 10-moddasi 1-qismi bilan 1 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 barobar miqdorida, ya'ni 10.300.000 so'm jarima jazosi tayinlansin. Yo'l qoidasi umr foydasi. Demak, harakat xavfsizligiga barcha birdek mas'uldir. O'zingiz va o'zgalar hayoti xavfsizligiga befarq bo'lmang.